Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya oluvchilarga 1 million 500 ming so'm miqdorida pul berilishi haqida tarqalayotgan xabarlar bu xabarning mohiyati. Kimlarga tegishli bo'lishi mumkinligi, kimlar aldanib qolmasligi kerakligi va eng asosiysi hozir pensionerlar nima qilishi kerakligi haqida gaplashamiz. Bu masala har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, buvi yoki pensiya yoshidagi yaqin inson bor. Men sizga bu mavzuni oddiy tilda, ana misollar bilan tushuntiraman. Chunki hozir odamlar orasida hamma pensionerga 1500 ming so'm berilar ekan, pul avtomatik tushar ekan, ariza topshirish kerak ekan, plastik karta ma'lumotini yuborish kerak ekan degan har xil gaplar yuribdi. Mana shu joyda ehtiyot bo'lish juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng katta xatolar aynan shoshqaloqlikdan, noto'g'ri ma'lumotga ishonishdan va firibgarlarga aldanishdan kelib chiqadi. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying. Chunki men bunday muhim ijtimoiy va moliyaviy masalalarni oddiy xalq tushunadigan tilda tushuntirib boraman. Avvalo bitta narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya, nafaqa, moddiy yordam yoki bir martalik to'lovlar har doim rasmiy qaror, farmon, hukumat hujjati yoki vakolatli tashkilotlar e'lon qilgan tartib asosida beriladi. Ya'ni kimdir Telegramda yozdi, kimdir mahallada aytdi, kimdir tanishingiz menga yubordi dedi. Degani bu hali pul aniq beriladi degani emas. Men ekspert sifatida har doim birinchi navbatda rasmiy manbaga qarash kerakligini aytaman. Oldin ham davlat tomonidan ayrim toifadagi fuqarolarga bir martalik moddiy yordamlar, bayram oldidan qo'shimcha to'lovlar, kam ta'minlangan oilalarga yordamlar, nogironligi bo'lgan shaxslarga yoki ehtiyojmand pensionerlarga alohida qo'llab-quvvatlash choralari bo'lgan. Lekin bunday to'lovlarning har birida aniq mezon bo'lgan. Masalan, kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi, yana kimdir ijtimoiy nafaqa oladi. Bularning hammasi bir xil tushuncha emas. Endi nima o'zgardi degan savol tug'iladi. Hozir odamlar orasida 1 million 500 ming so'm degan raqam ko'p tilga olinmoqda. Men bu yerda eng muhim ogohlantirishni beraman. Agar rasmiy qarorda har bir pensionerga deb aniq yozilmagan bo'lsa, bu pul hamma pensiya oluvchiga avtomatik beriladi degani emas. Ba'zan bir martalik yordam faqat muayyan toifaga, masalan, kam ta'minlangan pensionerlarga, yolg'iz yashovchi keksalarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, ijtimoiy himoya reyestrida turganlarga yoki ma'lum hududdagi aholiga berilishi mumkin. Shuning uchun bugungi videoda men nima qilish kerak degan savolga bosqichma-bosqich javob beraman. Siz pulni kutib o'tirishingiz kerakmi? Ariza yozishingiz kerakmi? Mahallaga borishingiz kerakmi? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerakmi? Yoki umuman hech kimga karta raqamni yubormasligingiz kerakmi? Bularning hammasini alohida tushuntiraman. Birinchi navbatda kimlar bu xabarga jiddiy e'tibor berish kerak? Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, ya'ni ayollar uchun belgilangan pensiya yoshiga yetib, erkaklar uchun belgilangan pensiya yoshiga yetib, rasmiy pensiya tayinlangan bo'lsa, siz bunday xabarni tekshirib ko'rishingiz kerak. Tekshirish degani vahima qilish emas. Tekshirish degani rasmiy manbaga qarash, mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan so'rash, lekin hech qachon shubhali havolalarga kirmaslik degani. Masalan, birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashovchi 67 yoshli otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Unga qo'shnisi 1500 ming so'm berilar ekan, mana shu havolaga kirib karta raqamingizni yozing deydi. Otaxon ishonib, karta raqami, amal qilish muddati va SMS kodni yuborsa, uning kartasidagi bor pul ham yechib bo'lishi mumkin. Chunki rasmiy davlat to'lovi uchun hech kim sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya tizimida sizning ma'lumotlaringiz allaqachon bor. Agar to'lov haqiqatan ham avtomatik bo'lsa, u odatda mavjud pensiya kartasiga yoki pensiya olish usulingizga qarab amalga oshiriladi. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi 72 yoshli ona yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. U pensiyadan tashqari ijtimoiy yordamga ham muhtoj. Agar 1 million 500 ming so'mlik to'lov aynan ehtiyojmand yoki yolg'iz pensionerlar uchun belgilangan bo'lsa, bunday onaxon mahalla orqali ro'yxatga olinishi mumkin. Bu holatda u mahalla fuqarolar yig'iniga borib, o'z holatini tushuntirishi, yolg'iz yashashi, daromadi kamligi
Dori-darmon xarajatlari ko'pligini aytish kerak. Lekin yana bir bor ta'kidlayman. Har qanday yordam uchun ham hujjat va mezon bo'ladi. 3-misol. Farg'onada yashovchi pensioner xotin bor. Ota 1.800.000 so'm pensiya oladi, ona 1.100.000 so'm pensiya oladi. Ular ikkalasi ham pensioner. Agar xabarda har bir pensionerga deb aniq belgilansa, nazariy jihatdan ikkala shaxs ham alohida oluvchi bo'lishi mumkin. Chunki pensiya shaxsga tayinlanadi, oilaga emas. Lekin agar to'lov ehtiyojmand oilaga deb belgilansa, unda hisob-kitob oila va daromadga qarab qilinishi mumkin. Mana farq qayerda? Har bir pensioner degan tartib bilan ehtiyojmand oila degan tartib bir xil emas. 4-misol. Bir kishi pensiya yoshiga yetgan. Lekin hali pensiya hujjatlarini rasmiylashtirmagan. U men ham pensionerman-ku, yoshim yetgan deb o'ylaydi. Ammo huquqiy jihatdan pensiya tayinlanmaguncha u pensiya oluvchi sifatida bazada ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun yoshga yetgan, lekin pensiya hujjatlarini topshirmagan odamlar birinchi navbatda o'z pensiya ishini rasmiylashtirishi kerak. Bunda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha hujjatlar, ish haqi ma'lumotlari, agar kerak bo'lsa arxiv ma'lumotlari talab qilinadi. 5-misol, nogironligi bo'lgan shaxs pensiya yoki nafaqa oladi. U ham 25.000 so'm menga ham beriladimi deb so'raydi. Bu yerda ham javob rasmiy tartibga bog'liq. Agar qarorda pensionerlar deyilsa, nogironlik pensiyasi oluvchilar ham pensiya oluvchilar toifasiga kirishi mumkin. Agar yoshga doir pensiya oluvchilar deyilsa, faqat yoshga doir pensiya oluvchilar kirishi mumkin. Agar ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar deyilsa, unda nogironligi bor, kam ta'minlangan yoki alohida reyestrda turgan shaxslar qamrab olinishi mumkin. Mana shuning uchun men doim iboralarga e'tibor bering deyman. Pensioner nafaqa oluvchi, kam ta'minlangan, ijtimoiy himoya reyestri, yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar. Bir martalik moddiy yordam, bularning har biri alohida ma'noga ega. Oddiy odam uchun barchasi puldek ko'rinadi, lekin hujjatda har bir so'z muhim. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, karta yoki pochta orqali muntazam pulingizni olayotgan bo'lsangiz, sizning asosiy ma'lumotlaringiz pensiya jamg'armasi tizimida bor. Shuning uchun tezda ariza topshirmasangiz puldan quruq qolasiz degan gapga darrov ishonmang. Rasmiy tartibda ariza talab qilinsa, bu haqda mahalla, hokimlik, pensiya jamg'armasi yoki rasmiy axborot kanallari orqali e'lon qilinadi. Lekin kimlar albatta tekshirishi kerak? Birinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Ikkinchidan, pensiya kartasi almashtirganlar. Uchinchidan, yashash manzilini o'zgartirganlar. To'rtinchidan, pensiyani pochta orqali olayotganlar. Beshinchidan, ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lsa-da, mahalla ro'yxatlarida ko'rinmayotganlar. Chunki ba'zan texnik yoki ma'lumot yangilanmagani sababli odam o'z vaqtida xabardor bo'lmay qolishi mumkin. Endi istisnolar, xavfli joylar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi xavf firibgarlar. Pul haqida xabar tarqalgan zahoti firibgarlar ham faollashadi. Ular odatda davlatdan yordam puli chiqdi, ro'yxatdan o'ting, kartangizga pul tushiramiz, SMS kodni ayting, pasport rasmini yuboring deb murojaat qiladi. Men buni juda qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang, plastik kartaning orqa tomondagi kodni bermang, bank ilovangiz orqali parolini bermang, shubhali havolaga kirib ma'lumot kiritmang. Ikkinchi xavf noto'g'ri ariza. Ba'zi odamlar baribir yozib qo'yaveray deb har xil joylarga ariza tashlaydi. Ariza yozish yomon emas, lekin arizada noto'g'ri ma'lumot berish muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, odam yolg'iz yashayman deb yozadi, lekin aslida ro'yxatda farzandi bilan bir manzilda turadi yoki daromadim yo'q deydi, lekin boshqa nafaqa yoki ijara daromadi bor. Davlat organlari ma'lumotlarni turli bazalardan tekshirishi mumkin. Shuning uchun har doim rost ma'lumot bering. Uchinchi nozik jihat doimiy ro'yxat va yashash joyi. Ba'zi keksalar bir hududda ro'yxatda turadi, lekin boshqa joyda farzandinikida yashaydi. Agar moddiy yordam mahalla orqali shakllantirilsa, odam qaysi mahallada ro'yxatda turgani muhim bo'lishi mumkin. Masalan, bu Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin Toshkentda qizining uyida yashaydi. Mahalla ro'yxati Qashqadaryoda yuritilayotgan bo'lsa, Toshkentdagi mahalla uni o'z ro'yxatida ko'rmasligi mumkin. Bunday holatda qaysi hudud orqali murojaat qilish kerakligini aniqlab olish zarur. To'rtinchi jihat pensiya turi.
yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi va ijtimoiy nafaqa bir-biridan farq qiladi. Masalan, bir ayol eri vafot etgani sababli o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olishi mumkin. U pensiya oluvchimi? Ha, ayrim holatlarda pensiya oluvchi sifatida ko'riladi. Lekin agar to'lov faqat yoshga doir pensionerlarga berilsa, to'yfaga kirmasligi mumkin. Shuning uchun men pensiya olaman degan gapning o'zi yetarli emas. Qaysi pensiya turi ekanini bilish kerak. 5-jihat bank kartasi va pochta orqali olish. Ba'zi pensionerlar pulni plastik kartadan oladi, ba'zilari pochta orqali uyga oldiradi. Agar to'lov avtomatik bo'lsa, u odatda asosiy pensiya to'lovi yo'liga bog'lanadi. Lekin karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun kartangiz ishlayotganini, SMS xabarnoma ulanganini, bank ilovasida muammo yo'qligini tekshirib qo'ying. 6-jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning kredit qarzi, aliment, sud qarori yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Agar qo'shimcha to'lov bank kartasiga tushsa, ayrim hollarda bankdagi qarzdorlik yoki ijro hujjatlari sababli mablag' avtomatik yechilib ketishi ehtimoli haqida odamlar savol beradi. Bu masala to'lovning huquqiy maqomiga bog'liq. Agar u ijtimoiy yordam sifatida himoyalangan to'lov bo'lsa, alohida tartib bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda bunday vaziyatda darhol bankka va majburiy ijro byurosiga murojaat qilib, to'lovning maqsadini tushuntirish kerak bo'ladi. 7-jihat hamma oladi degan gap. Men eng ko'p uchratadigan xato shu. Bir hududda kimdir pul olsa, boshqa odam demak men ham olaman deb o'ylaydi. Aslida bir hududda mahalliy dastur bo'lishi mumkin. Boshqa hududda esa bo'lmasligi mumkin. Bir oilaga homiylik yordam berilgan bo'lishi mumkin. Boshqasiga esa davlat dasturi asosida berilgan bo'lishi mumkin. Tashqaridan ikkalasi ham 10.000-5.000 ming so'm yordam bo'lib ko'rinadi. Lekin manbasi va tartibi boshqa bo'ladi. 8-jihat vaqt masalasi. Agar rasmiy to'lov belgilansa ham pul bir kunda hammaga tushmaydi. Ba'zan ro'yxat shakllanadi, keyin bankka yuboriladi, keyin to'lov kunlari belgilanadi. Masalan, bir mahallada pensionerlar ro'yxati 10 kuni tasdiqlansa, bank to'lovi 15 kuni amalga oshishi mumkin. Boshqa hududda esa 2 kuni bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnim oldi, men olmadim, demak meni chiqarib yuborishdi deb darrov xulosa qilmang. Avval ro'yxatda bor yo'qligingizni aniqlang. Endi eng muhim qism. Hozir nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, ma'lumotni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari, Ijtimoiy himoya milliy agentligi, hokimliklar, mahalla fuqarolar yig'ini va davlat xizmatlari bilan bog'liq rasmiy axborotlarga qarang. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yoki ishonchli qarindoshingizdan rasmiy manbalarni tekshirtiring. Falonchi yubordi degan skrinshot rasmiy manba emas. Ikkinchi qadam, mahallaga murojaat qiling. Ayniqsa siz yolg'iz yashasangiz, daromadingiz kam bo'lsa, dori-darmon xarajatlaringiz ko'p bo'lsa, nogironligingiz bo'lsa yoki sizni parvarish qiladigan odam bo'lmasa, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim bilan gaplashing. U yerda 500 ming so'mlik yordam bo'yicha rasmiy tartib bormi? Men ro'yxatda bormanmi? Qanday hujjat kerak? deb aniq so'rang. Savolni umumiy emas, aniq bering. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki ishonch telefonlariga murojaat qiling. Sizning pensiya ishingiz faolmi? To'lov usuli to'g'rimi? Bank kartangiz ma'lumotlari yangimi? Yashash manzilingiz tizimda qanday ko'rinadi? Bularni aniqlash foydali. Ayniqsa yaqinda boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz yoki pensiyani bir hududdan boshqa hududga o'tkazgan bo'lsangiz, albatta tekshiring. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda bunday masalalarda ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olayotganingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta ma'lumotlari, yashash joyingiz haqidagi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati, yolg'iz yashash holati bo'lsa mahalla dalolatnomasi, dori-darmon xarajatlari bo'lsa retsept yoki kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjat har doim talab qilinadi demayman, lekin tayyor turgani yaxshi. 5-qadam, ariza yozish kerak bo'lsa, arizani aniq va sodda yozing. Masalan, men falonchi yoshga doir pensiya olaman. Hozirda daromadim faqat pensiyadan iborat. Sog'lig'im sababli dori-darmon xarajatlarim bor. 1.500.000 so'mlik moddiy yordam bo'yicha
meni ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar yolg'iz yashasangiz, buni alohida ko'rsating. Agar farzandlaringiz yordam bera olmasa, sababini tushuntiring. Lekin hech qachon yolg'on ma'lumot qo'shmang. 6-qadam. Bank kartangiz xavfsizligini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizdami? SMS xabarnoma ishlaydimi? Bank ilovasiga begona odam kira olmaydimi? Shularni ko'ring. Agar siz katta yoshdagi inson bo'lsangiz va bank ilovasini ishlatishni bilmasangiz, faqat ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingizdan yordam so'rang. Begona odamga telefoningizni bermang. 7-qadam, shubhali qo'ng'iroqlarga javob berishda ehtiyot bo'ling. Agar kimdir men bankdanman, men mahalladanman, men davlat xizmatidanman deb qo'ng'iroq qilib, SMS kod so'rasa, darhol telefonni qo'ying. Rasmiy xodim SMS kod so'ramaydi. Agar chindan ham kerakli tashkilotdan qo'ng'iroq bo'lsa, siz o'zingiz ularning rasmiy raqamiga qayta qo'ng'iroq qilib tekshiring. Bu oddiy ehtiyot chorasi sizni katta zarar va asabiylikdan saqlaydi. 8-qadam, oila ichida tushuntirish ishini qiling. Katta yoshdagi ota-onangiz bo'lsa, ularga hech kimga karta ma'lumotini bermang. Havolaga kirmang. Pul chiqdi desa, avval menga ayting deb tushuntiring. Chunki firibgarlar ko'pincha aynan ishonuvchan, internet xavfsizligini yaxshi bilmaydigan pensionerlarni nishonga oladi. Bir marta tushuntirish yetmasligi mumkin. Bir necha marta sokin va muloyim qilib aytish kerak. 9-qadam, agar pul tushsa, uni tekshirib oling. Bankdan kelgan SMSda pul qayerdan tushgani ko'rinishi mumkin. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankdan so'rang. Agar siz kutmagan pul tushsa va keyin kimdir xato tushdi, qaytarib yuboring desa, darhol pul o'tkazmang. Avval bank va tegishli tashkilot orqali tekshiring. Chunki firibgarlar ba'zan turli sxemalar bilan odamni shoshiltirishga harakat qiladi. 10-qadam, agar sizni ro'yxatga kiritishmagan bo'lsa, xotirjam tarzda yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Mahallaga, pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tashkilotga yozma ravishda murojaat qilsangiz, sizga javob berish majburiyati paydo bo'ladi. Murojaatda ism familiyangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi, muammo mazmuni va so'rovingiz aniq bo'lsin. Endi yana bir muhim savol. Agar 1,5 million so'm berilsa, uni qanday ishlatish oqilona? Men moliyaviy maslahat sifatida shuni aytaman. Birinchi navbatda dori-darmon, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, qarzdorlik va zarur ehtiyojlarni yoping. Ko'pchilik qo'liga birdan kattaroq pul tushsa, qarindosh so'raydi, tanish so'raydi, kimdir mahsulot taklif qiladi. Lekin bu pul agar haqiqatan ijtimoiy yordam bo'lsa, u sizning hayotingizni yengillatish uchun beriladi. Shuning uchun uni ehtiyojlarga qarab reja bilan sarflash kerak. Masalan, pensioner oyiga 1,3 ming so'm pensiya olsa, dori-darmonga 4 ming so'm, kommunal to'lovlarga 2 million so'm, oziq-ovqatga 6 million so'm sarflasa, qo'shimcha 1,5 million so'm unga 1-2 oy nafas rostlash imkonini beradi. Lekin u pulni birdan keraksiz narsaga sarflasa, keyingi oy yana qiynalib qoladi. Shuning uchun har bir so'mni oldindan bo'lib chiqing. Masalan, 500 ming so'm dori-darmonga, 500 ming so'm kommunal va qarzdorlikka, 500 ming so'm oziq-ovqatga, 500 ming so'm kutilmagan xarajatga. Bu shunchaki misol. Har bir oilaning vaziyati boshqacha. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, bu mavzuda ota-onangiz bilan hurmat bilan gaplashing. Siz bilmaysiz deb qo'ymang. Aksincha, ota-ona, hozir firibgarlar ko'paygan. Keling, men sizga rasmiy manbadan tekshirib beraman deng. Katta yoshdagi insonlar ko'pincha uyat qilib yoki bezovta qilmay deb so'ramay yuradi. Natijada noto'g'ri odamga ishonib qolishi mumkin. Oila ichidagi e'tibor juda katta himoya. Yana bir muhim masala navbat va shoshilish. Agar rasmiy yordam e'lon qilinsa, mahallalarda odam ko'payadi, telefonlar band bo'ladi. Xodimlar hammasiga bir vaqtning o'zida javob bera olmasligi mumkin. Bu vaziyatda janjal qilish, baqirish xodimni ayblashni tezlashtirmaydi. Eng to'g'ri yo'l hujjatni tayyorlab, yozma murojaat qoldirish, qabul qilingan raqam yoki sanani yozib olish, keyin belgilangan muddatda javob kutish. Agar sizga pul olish uchun avval 2 ming so'm to'lang, ro'yxatga kiritish uchun xizmat haqi bor, tezlashtirib beraman deyishsa, bu juda shubhali. Davlat tomonidan beriladigan moddiy yordam uchun odatda vositachiga pul berilmaydi. Agar kimdir sizdan pora yoki xizmat haqi talab qilsa, buni tegishli organlarga xabar qilish kerak.
Odamlar ko'pincha mayli ozgina bersam pulim chiqadi deb o'ylaydi. Lekin aynan shu joyda firibgarlik boshlanadi. Demak, hurmatli yurtdoshlar, 1000-5000 so'm haqidagi xabarni eshitgan bo'lsangiz, birinchi ish rasmiy manbadan tekshiring. Ikkinchi ish, hech kimga SMS kod, karta paroli va shaxsiy ma'lumotlarni bermang. Uchinchi ish, agar siz ehtiyojmand pensioner bo'lsangiz, mahalla va pensiya jamg'armasi orqali holatingizni aniqlashtiring. To'rtinchi ish, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying va kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Men yana bir bor aytaman, pul masalasida shoshilish emas, aniqlik muhim. Kimga beriladi, qachon beriladi, qanday tartibda beriladi? Bular faqat rasmiy tartib bilan belgilanadi. Sizning vazifangiz esa o'z huquqingizni bilish, ma'lumotingizni yangilab qo'yish va firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Agar sizning mahallangizda yoki oilangizda bu 1.500.000 so'm masalasi bo'yicha qandaydir yangilik bo'lsa, izohlarni yozib qoldiring. Qaysi hududdansiz, qanday javob olishdingiz? Ariza talab qilishdimi yoki avtomatik tushadi deyishdimi? Bularni yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensioner ota-onangiz, buvalaringiz ko'rsin. Chunki bu ma'lumot ularni pul yo'qotishdan va aldanib qolishdan saqlashi mumkin.